Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun tabiiy kollagenimiz haqida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Tabiiy kollagenimiz gidrolizlangan dengiz kollageni bo'lib, inulin, vitex ekstrakti, lavanda ekstrakti, vitamin C, askarbink, apelsin sharbati kukuni tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan Tibomet mahsuloti. Iste'mol qilinish tartibi 11 yoshdan katta bo'lgan insonlarda 1 osh qoshiqdan 250 gram qaynab ilitilgan suvga qo'shgan holatda bir kunda bir mahal iste'mol qilinadi. Ogohlantirish mumkin bo'lmagan holatlari homiladorlik, emiziklik davrida iste'mol qilish mumkin emas. Sof miqdori 300 gram. Ayollarda yuzlarni tiniqlantirish, yosh bolalarda, o'smir yoshdagilarda immunitet ko'tarishda juda ham zo'r yordam beradi. Bu yerda tarkiblari hammasi yozib o'tilgan.